Yashil iqtisod bu kelajak. Bugun talabalarimiz bilan ushbu muhim mavzuda fikrlashamiz. Yashil iqtisodiyotni nom tushunasiz? Yashil iqtisod deganda, assalomu alaykum. Yashil iqtisod deganda ko'p narsani tushunsa bo'lmasa-chi, o'zlarimizning Namangan universiteti. Yashil iqtisodiyot. Önce usta emasman. Yashil iqtisodiyot haqida fikringiz? Yo'q. Yashil iqtisodiyot. Ha. Nima? Yashil iqtisodiyot bu tokni masalan tabiiy yo'l bilan olish, masalan quyosh batareyalari, kamolpariklar, ob-havo zarar yetirmaydigan o'zgarishlar. Yashil iqtisodiyot. Amin qo'yavering. Alo. So'rovnoma o'tkazib Yashil iqtisodiyotni endi nom tushunasiz? Yashil iqtisodiyot shu ishlab chiqarishda tabiatga hurmat etish. Yashil iqtisodiyotni nom tushunasiz? Assalomu alaykum. Yashil iqtisodiyot deganda, masalan, o'zi tasavvurimizdagi hamma yerni yashilligini, u bilan birga bahorni tushunaman. Rostdan bilmayman, ham bo'lmasa aytaveradi. Avqiz biladimi? Avqiz cho'tga so'raydi. Yashil iqtisodiyot shu tabiat, shu atrof muhit. Yashil iqtisodiyot bu atrof muhitga zarar bermagan holda va tabiiy resurslarni asragan holatda iqtisodiyotni rivojlantirishni tushunaman. Ha, yashil iqtisodiyot. Atrofni himoyalash, o'simliklarni ekologiyani yaxshilash. Siz ayting. Ekologiyani tushunaman. Yashil iqtisodiyot bu ishlab chiqarishda yashillikni saqlash. Tabiatni asrashni necha qilsak qanday bo'laysiz? Necha qilsak qilsak bo'ladi? Birinchi navbatda tozalalikni saqlash kerak. U ham ham musor tashlamasligimiz kerak. Shom bizani katta yordam hisoblanadi. Tabiat aqsamimiz hozirda unchalik ko'p emas, lekin ma'lum bir qismni aytishimiz mumkin. Masalan, baklashkalarni to'g'ri joylari tashash, yelim paketlardan emas, qog'oz paketlardan ko'proq foydalanish kabi kichik hissalarimizni qo'shib tursa bo'ladi. Tabiatni saqlasha hozircha hissa qo'shib qo'ydim yo'q. Men bu boshqa tumanda qo'shdim. Zarar bermaydi fan. Shunisi katta qism. Bilimman. Hissa qo'shish mumkin. Musorlarni yakmaslik kerak, ifloslantirmaslik kerak havoni.